Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Amerikadagi eng katta magazinlardan bittasi Walmartda aylanamiz. Amerikadagi magazinlarda ko'p narsalar donalab sotilmaydi. Hamma narsa pachkalab sotiladi. Bunga bitta misol, morojnani ko'rsanglar, hammasi 12 ta, 15 ta, 17 ta. Bitta morojna olmoqchi bo'lsangiz ham pachkalab olishingizga to'g'ri keladi. Eng qizig'i narxi $2. Mana shu 12 ta morojna $2 atiga. Juda ham arzonda. Velosiped sotadigan qatorga keldim. Sizlarga zo'r layfhak ko'rsataman. Shunaqa velik, shunga o'xshagan любой tovarlarni olib turib, chekini saqlab qo'ysanglar, 3 oygacha minsanglar bo'ladi. Shu velikni minib, 3 oydan keyin shu chekini qaytarib bersanglar, sizlarga 100% pulinglarni qaytarib beradi. Juda ko'p do'stlarim shunaqa qilgan. Bu yil yozda velosipedni olib, 3 oy maza qilib haydab, ketayotgan paytida, O'zbekistonga qaytayotgan paytida shu chekni berib, 100% pulgacha qaytarib olishgan. Juda ko'pchilik shunaqa qiladi. Sizlarga layfhak. Velosiped bo'lish shart emas. Men ham hozir shu selfie sticksni oldim. Sotuvchi aytayapti menga, bir oygacha xohlagancha ishlatib, bus butunligicha qaytarib kelsang, pulingni qaytarib beramiz deyapti. Ya'ni senga yoqmaslar deyapti. Bu Amerikaning shunaqa plyus taraflaridan bittasi.